Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilarimiz. Bu videomni qilishdan maqsad mana shu oxirgi bir hafta 10 kundan beri butun internetda Med Consulting tibbiy xususiy klinikasining rahbarlarining bir qancha blogerlarga bergan intervyulariga tahliliy javob sifatida qabul qilishlaringizni istayman va ahlimiz, aholimiz, xalqimiz haqiqiy demak tibbiy yordam va uning xatolarini oldini olish maqsadida buni qabul qilishlaringizni so'rayman va xalqimiz buni bilish kerak. Qanday xatoliklarda mulohazalar yuritilyapti. Demak, javob, tahliliy javob sifatida qabul qilishimiz. Demak, berilgan intervyularda birinchi tahliliy mulohazaviy javob bu semizlik darajasi. O'sha Kokosha qizimizni semizlik darajasini intervyularda Med Consulting firmasining boshlig'i hech qanaqa urg'u bermayapti. Semizlik darajasini, uni indeks massa telasi, ya'ni indeksi, semizlik indeksini ham nechiligini, demak biz doim aytamiz, bu 35 gacha birinchi daraja, 40 va 40 dan balandli og'ir daraja hisoblanadi semizlik. Semizlik kasalligi Jahon Sog'liqni saqlash qo'mitasining kasalliklar klassifikatsiyasida E66 dan 66-9 gacha bo'lgan shifr bilan aniqlangan va semizlik kasalligi rivojlanayotgan mamlakatlarning eng ko'p tarqalgan murakkab kasallik hisoblanadi. Semizlik bu shunchaki gapiriladigan yoki baho berilmaydigan kasallik emas. Semizlik darajasi baland bo'lgan, mana Kokosha qizimizdek 40 va undan ziyod baland bo'lsa, bu og'ir semizlik hisoblanadi va buni o'zi operatsiyalarda o'ziga xos operatsiyadan keyin asoratlarga olib kelishi mumkin. Semizlik darajasini aniqlash va tashxislarni aniq qo'yilishi juda katta ahamiyatga ega. Agar 40% dan baland yuqori semizlik bo'lsa, unda endokrinolog maslahati, davosi va endokrinolog bilan maslahatlashgan holda demak amaliyotlar qilinishi kerak edi. Bu birinchi. Ikkinchisi, qand miqdori. O'z intervyularida men ismlarini bilmayman, uzr. Yana bir bor intervyularida Med Consulting firmasi rahbari 8.4 edi millimol litr qand ko'rsatkichi. Bu hech gap emas. Bu biror narsa yegan bo'lsa shunday bo'lishi mumkin deb aytayapti. Holbuki 6.1 dan boshlab to 7 gacha bu qandli diabet oldi holati. Bu ham alohida kasallik. 7 dan baland 8 soat, 12 soat och qorinda choy ovqat yemasdan topirsa, 7 dan baland chiqsa, unda diabet qo'yiladi. Agar Kokosha qizimiz parhezni buzgan bo'lsa ham 8 chiqqandan keyin, 8.4 chiqqandan keyin haqiqiy shifokor buni qayta tekshirish kerak. 4 ta tekshirish qilinishi kerak bunga. Ya'ni insulin och qoringa aniqlanishi kerak va glikozirin gemoglobin ovqat yegandan keyin aniqlanishi kerak. Mana bular tekshirishlar qilinishi kerak va qayta yana och qoringa ham aniqlanishi kerak. Va ovqat va nagruzichni proba qilish kerak. 75-85 mg qand bilan, shakar bilan yoki nonushtadan keyin 2 soatdan keyin topirish kerak. O'sha 4 ta tekshirish qilingandan keyin aniq tashxis qo'yiladi. Bunda qandli diabet oldi holatimi yoki qandli diabet holatimi? Ikkalasida ham davo farq qilinadi. Buni endokrinolog javob berish kerak. Agar 8 chiqqandan keyin, 8.4 chiqqandan keyin Med Consulting rahbari aytgandek, unda endokrinolog maslahati zarur edi va davosi zarur edi. Davosi va maslahatdan keyin operatsiyaga olinish, amaliyotga olinish kerak edi. Bu ikkinchi gapirayotganda xato qilish. İnsanlar hayoti va 8.4 bu hech gap emas degan gaplar gapirilishi bu noto'g'ri. Agar sizni sahiringiz shunaqa chiqadigan bo'lsa, hurmatli bizni kuzatayotganlar, albatta murojaat qilib endokrinologdan to'liq tekshirishdan o'tib och qoringa va aniq tashxis qo'yilib davolanish kerak. Nega deganda qandli diabetning asoratlari ko'p, yara bitmaydi. Mana qilingan amaliyotdan keyingi yiringlashi yaraning ham aynan sahrni balandligi va semizlik oqibati hisoblanadi. Bunga yengil qarash
Medkonsalting rahbarining gapirayotgandek, bu noto'g'ri hisoblanadi. Bu mening gapimga hamma shifokorlar albatta to'g'ri baho beradi deb o'ylayman. Uchinchisi, bu albatta Medkonsalting rahbarining gapiga qaraganda bemorni yotoq joyida bog'lamlarni almashtirish, chetdan kelgan hamshira, o'rtog'i, dugonasi perveska qilish, bog'lamni almashtirish o'ta noto'g'ri gap. Operatsiyadan, amaliyotdan chiqqandan keyin, bunday katta amaliyotdan chiqqandan keyin bemor steril joyda saqlanishi kerak va steril bog'lam xonasida, maxsus steril bog'lam xonasida bog'lamlari almashtirilishi kerak, toza hududda. Agar bu narsa qilinmayotgan bo'lsa, bemor ichki rejimni buzayotgan hisoblanadi va bu haqida xotimada va bemor ogohlantirish kerak edi. Mana bu ham gapirayotgan gaplari juda yengil gapirilayotgan noto'g'ri gaplar. Klinikaning rahbari o'zi javob berish kerak bu xatolikka. Bu xatolik hisoblanadi. Bemorga asorat berishga olib keladi. Tak. Endi 4-inchisi. Bu demak nechinchi kunga kelib qizarish belgilandi, infiltrat paydo bo'ldi deyaptilar. Yara tikilgan joyda, qorin devoridami? Demak, UZI apparatda hozirgi 4-5 avloddagi UZI apparatlari albatta teri tagidagi hamma infiltratni ko'ra biladi. Bu qilinganmi yo'qmi? Bu qilingandan keyin albatta unga chora ko'rish kerak edi. Mana bu ham davo qilgan, operatsiya qilgan davolovchi shifokorning ishi, vazifasi edi. Bu qilinganmi yo'qmi? Agar qilinmagan bo'lsa, bu ham xato, kamchilik hisoblanadi. Rahbarlar tomonidan konsalting bunga javob berish kerak. Pullik kelayotganmi, reklama kelayotganmi, buni farqi yo'q. Insonning hayoti taqdiri turibdi. Keyingi asoratlar turibdi gaplar. 5-inchisi, oxirgisi. Men operatsiya qildim deb chiqayotgan bir yigitimiz, bu insonning hayoti, xususiy klinika, amaliyot, operatsiyalar bu o'yinchoq narsa emas. Chetdan kelgan odam boshqa bir hududda, boshqa bir klinikada, shifoxonada bir bemorni ko'rish uchun maxsus uning darajasi va ruxsati bo'lishi kerak. Misol uchun men konsultatsiya qilaman, kardiolog, revmatologman, meni ilmiy daraja, unvonim bor, shuning uchun men tavsiya qiladilar. Men shahar sog'liqni saqlash boshqarmasi tarafidan tavsiya beriladi, men borib bemorlarni ko'rib tavsiya beraman. Siz chetdan kelib operatsiya qilishingiz uchun sizni ma'lum darajangiz bo'lishi kerak va undan tashqari xususiy klinika bilan shartnomangiz bo'lishi kerak. Xususiy klinika bilan shartnoma bo'lmasdan turib, siz operatsiya qilishga haqqingiz yo'q edi. Demak, shartnoma bormi, yo'qmi? Va bemorni demak to o'sha iplari olinguncha operatsiya qilgan bemor o'zi, vrach, shifokor o'zi demak olib borish kerak, perveska qilishga iplarini olish kerak va shunday qoidalar bor. Chetdan kelib, shundoq kelib amaliyot operatsiya qilmaydi. Maxsus shartnoma bilan hujjatlarini topshirib, darajalari, o'sha mutaxassisligini topshirib, shartnoma qilib, xususiy klinikaning rahbari bilan keyin operatsiya qiladi. Shunday kelib qilinmaydi. Bu bekor gap. Demak, hurmatli aholimiz, xalqimiz bizni kuzatayotgan, mana shunaqa semizlik kasalligi, uning yuqori darajalari, qandli diabetga yo'l bu. Ya'ni qandli diabetning kelib chiqishiga katta sababchi bo'ladigan murakkab kasallik. Qandli diabet ham, semizlik ham. Semizlik olib keladi qandli diabetga. Bulardan bor semizligi yuqori, qandli diabeti bor odamlarning yarasi bitishi qiyin. Bunga endokrinolog bilan, boshqa mutaxassislar bilan maslahatlashgan holda bemorni operatsiyaga tayyorlash kerak edi, amaliyotga tayyorlash kerak edi va amaliyotdan keyin birga olib borish kerak edi. Mana bular xususiy klinika javobgarligiga kiradi. Xususiy klinika bunga javob berish kerak. Shunday qilganmi, yo'qmi? Agar shunday qilmagan bo'lsa, demak, vipskasida, xotimasida, kasallik tarixida demak qaralish kerak, tekshirilish kerak. Agar shunday qilinmagan bo'lsa, bu katta xato, kamchilik hisoblanadi. Semizlik hech gap emas, qandli diabet 8-4 hech gap emas. Bunga yengil qarashga hech qanday tibbiyot mutaxassisining, klinikaning, xususiy klinika rahbarining bunday deyishga albatta bu o'ta noto'g'ri narsa. O'zining har bir gapiga javob berish kerak. Qand baland chiqdimi, endokrinolog ko'rib tavsiyalarni bergan bo'lish kerak va operatsiyadan keyin olib borish kerak. Semizlik darajasi ham xuddi shunday. Baland semizlik darajasi yara bitishiga demak qarshilik qiladi va asoratlarga olib keladi. Bog'lamlarni almashtirishni ham gaplashdik. Umuman tibbiyot, amaliy tibbiyot, zamonaviy tibbiyot o'zining talab alifbosi bor. Uni buzishga hech kim haqqi yo'q.
Bu hammasi davlat talab standartlarida yozilgan. Ayniqsa agar siz mutaxassis bo'la turib o'zingizning oliyjanob xalqqa xizmat qiladigan xalq tibbiyotimizni, ya'ni amaliy tibbiyotimizni shundoq buzilayotishga yo'l qo'yadigan bo'lsangiz, unda hech qanaqangi klinikaning yoki bo'lmasa sizning hurmatingiz shu siz qilayotgan ishdan baland bo'lmaydi, pastga qarab ketaveradi. Shuning uchun ham amaliy tibbiyotimizni, meditsinani bunaqa buzishga, qizil chiroqdagi gap buzishga hech kimning haqqi yo'q. Bunaqa qilish mumkin emas. Bunaqa yengil qarashlar umuman mumkin emas. Operatsiyaga borayotgan xalqimiz, bemorlar buni bilib qo'ying. Semizlik darajangiz bo'lsa, qandli diabetingiz bo'lsa va boshqa tizimli kasalliklaringiz bo'lsa, yurak ishemik kasalligi, xafaqonlik kasalligi, buyrak yetishmasligi va hokazo, revmatik kasalliklaringiz bo'lsa, albatta bu to'g'risida amaliyotga borayotgan joyingizdagi amaliyot qiluvchi jarrohga aytishingiz kerak. Va bu mutaxassislardan to'liq tekshiruvdan o'tib, operatsiyaga, amaliyotga ruxsat olishingiz kerak. Bo'lmasa mana shunaqa asoratlar bo'ladi. Bunaqa yengil qarash mumkin emas. Qand miqdori balandmi, semizlik darajasi balandmi? Bunga javob berilishi kerak, bunga baho berilishi kerak, bu davolanish kerak va amaliyotga tayyorgarlik ko'rilib, bu rejali amaliyot. Shoshilinch emas bu. Demak, bir hafta 10 kun tayyorlanib, keyin amaliyotga olinish kerak edi. Shunda mana shuncha gap, mana shuncha asorat bo'lmas edi. Yana bitta iltimosim bor. O'zini shifokorman degan odam bir intervyu berishdan oldin o'sha bemorda bo'lgan holatlar, semizlik kasalligi, qandli diabet kasalligi, diabet oldi nima, antigen narushin tolerant glukoza nima, diabet nima, bular haqida ozgina demak tushuncha olish kerak, tayyorgarlik ko'rish kerak. Jurnalist, bloger, yosh yigitlarimizga ham tavsiya shu, jurnalistlarimizga o'zlari savol berish kerak. Xo'p, semizlik deyapsiz. Buning darajasi qanaqa? Qaysi darajani kim davolaydi? Sahr baland deyapsiz, qand miqdori baland. Buni kim davolaydi? 8, 6/1 bo'lsa normasi. 8 deyapsiz, 8/4 deyapsiz. Juda baland emasmi? Bunga nuqta qo'yildimi, yo'qmi degan savollarni jurnalistlarimiz darajasi oshishi kerak, savollarni bera bilish kerak. Kimni oldiga borayotgan bo'lsa, o'sha soha bo'yicha maslahatlar olish kerak. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Mana shunday xato kamchiliklar bo'lmasligi uchun, uni oldini olish uchun tibbiyotimizda davlat talab standartlarida har bir kasallik to'g'risida nima qilinish kerak, qanday qilish kerak, kim qilish kerak, bu hammasi yozilgan. Buni biz oliygohda o'qitamiz, keyin aspiranturada va hokazo o'qitamiz. Bularni albatta aholi ham sekin-sekin tushunib borish kerak, shifokorlar ham amal qilish kerak. Savollaringizni kutib qolaman. Albatta men juda intiqman savollaringizga. Savollaringizga oldindan javob berishga tayyorman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Marhamat, savollar bering, biz javob beramiz. Men mana bir hafta 10 kun kutdim. Kim mana shu Med Consulting rahbarining bergan shunday intervyusiga tahliliy javob beradi deb. Hech kim javob bermadi. Tibbiyot birlashmalari boshliqlaridan, Sog'liqni saqlash vazirlikdan va boshqa olim mutaxassislar. Men bir nechta o'rtoqlarimga telefon qilsam, professorlarga, ko'rdik, albatta xom gaplar bor, o'zingiz javob bermaydi. Nega javob bermaysizlar? Xalq buni kutyapti. 8/4 sahr qand miqdori 8/4 ga oshish hech gap emas ekan, yo semizlik balandligi hech gap emas ekan degan gaplar qilinyapti. Bu qanday bu? Bunday holat bilan bunday katta operatsiyalar birdan qilinish kerakmi deb savol beryapman. Ko'p jarrohlarga yo'q deyishyapti hammasi. Albatta tekshirishlardan o'tish kerak edi va bundoq javoblar berish kerak emas edi. Shuning uchun savollarni kutib qolaman. Rahmat. Albatta e'tibor qiling, o'z sog'lig'ingizni asrang. Ko'proq so'rab o'rgangan odam albatta bir kun kelib hurmatga sazovor bo'ladi va olim bo'ladi. Shuning uchun so'rab o'rganing, buning hech qanaqangi kamsitilish joyi yo'q. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Yana bir bor savollar kutib qolaman. Rahmat.